Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Navbatdagi tovuqlar uchun temir katagimiz tayyor bo'ldi. Razmerini tanishtirib qo'yamiz. Undan avval esa kanalimizga bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Marhamat. Bu katagimiz tovuqlar uchun mo'ljallandi. Razmeri uzunligi 3 metr, eniga 1 metr, balandligi 120 sm. Mana juda ham chiroyli holatda. Ranglari esa stalnoy rangda sapganmiz. Setkalari ham mana zanglamaydigan setkadan foydalanganmiz. Bu yerda esa don oxirlari donni solib yopib qo'yilaveradi. Alohida qilib ajratib bo'lib qo'yganmiz setkalarni. Bu yerda esa katta eshigi. Tagi setkali bo'lgan, axlat pastga tushga turadi bemalol. Tomin tagidan issiq suv o'tkazmaydigan folga qog'ozlarni qo'yib yuborganmiz. Bu yerda esa qo'noqlari, tuxumlash uchun joylarni moslab ketganmiz mana. Bu yerda esa tashqaridan turib tuxumini olish uchun eshiklarni joylab ketganmiz. Bemalol tuxumini olsa bo'ladi mana. Kimga shunaqa temir kataklar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari kelishilgan holatda. Bu yerda ham mana kaptorlarga, barcha turdagi parrandalarga temir kataklar tayyorlab beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidako'pada joylashgan.